Emil Durkheim. Kapitalizm nega bizni boy qilsa-da ko'pincha qanday qilib bizni baxtsizroq qilishi mumkinligini eng yaxshi tushuntirib bera oladigan faylasufdir. U 1858-yilda Fransiyaning Germaniya chegarasiga yaqin Enipal nomli kichik shaharchada tug'ilgan. 40 yoshiga yetganda u juda muhim va nufuzli lavozimga tayinlandi. Parijdagi Sorbonne universitetida professor bo'ldi. Durkheim o'z davrida Fransiyani mislsiz keskin o'zgarishlarga guvoh bo'ldi. An'anaviy qishloq xo'jaligi jamiyatidan chiqib, shiddat bilan rivojlanayotgan shahar industrial iqtisodiyotiga o'tish jarayonida u mamlakatni qanday boyib borayotganligini ko'rdi. Kapitalizm bu borada nihoyatda samarali edi. Bir jihatdan u insonlarga ozodlik olib kelayotgandek tuyulardi, ammo Durkheimni eng larzaga solgan narsa bu iqtisodiy tizimni odamlar ongini qanday o'zgartirayotgani, ularni asta-sekin o'z-o'zini yo'q qilish, ya'ni o'z joniga qasd qilish sari yetaklayotganidir. Ushbu muammo Durkheim uchun juda muhim bo'lib, uning eng mashhur asari "O'z joniga qasd" kitobining asosiga aylandi. Kitob ko'plab fojiali holatlar bo'yicha rasmiy ma'lumotlarni tahlil qilishga asoslangan. U shuni anglatadiki, Fransiya industriallashgandan buyon o'z joniga qasd holatlari keskin oshgan. Iste'molchi kapitalizmi jamiyat hayotini egallab borgan sari ko'rsatkich yildan yilga ko'tarilgan. Masalan, Durkheim ta'kidlaydiki, uning davridagi Angliyada o'z joniga qasd darajasi Italiyadagidan 2 baravar yuqori bo'lgan. Boyroq va rivojlangan Daniyada esa bu ko'rsatkich Buyuk Britaniyadagidan 4 barobar ko'p edi. Durkheim o'z joniga qasdni jamiyatning umumiy baxtsizlik va umidsizlik darajasini eng keskin ko'rinishi sifatida ko'rdi. U uchun bu zamonaviy kapitalizm yaratgan ruhiy iztiroblarning dahshatli cho'qqisi edi. U butun ilmiy faoliyati davomida odamlar nega zamonaviy jamiyatda shunchalik baxtsiz bo'lib qolayotganligini tushunishga harakat qildi. Va u 5 ta asosiy omillarni aniqladi. Birinchi omil erkinlik ortishi bilan yo'qotilgan tayanch. An'anaviy jamiyatlarda insonlarning kimligi, klan yoki tabaqa bilan chambarchas bog'langan bo'ladi. Odamlar nimani qilishi, qanday yashashi bo'yicha deyarli tanlovga ega emas. Kimdir novvoy bo'ladi, o'z qarindoshlariga uylanadi va bundan uyalmay yashaydi. Bular normal hol edi. Har kim jamiyatning o'ziga ajratilgan o'rnini hech qanday ikkilanishlarsiz egallardi. Ammo zamonaviy kapitalizmda inson o'z kasbidan tortib, e'tiqodi, turmush qurishi, hatto ijtimoiy doirasigacha hamma narsani mustaqil tanlashga majbur bo'ldi. Agar ishlar yaxshi ketsa, u kredit oladi, o'sadi, ammo ishlar yomon ketsa, u oldingidan ham og'irroq oqibatlarga duch keladi. Go'yoki hech kim aybdor emas, axir buni o'zi tanlagan, ammo imkoniyatlar yo'qolishi, rejalar barbod bo'lishi odam uchun dahshatli ruhiy zarbaga aylanadi. Bu zamonaviy kapitalizm hayotining og'ir yukidir. Umid va umidsizlik qarama-qarshiligi. Kapitalizm umid beradi, harakat qil, bos bo'lasan. Reklama esa ambitsiyani jumbushga keltiradi, cheksiz hashamatni ko'z-ko'z qiladi. Boylik orttirish imkoniyatlari katta, ammo xuddi shunday katta darajada umidsizlik xavfi ham bor. Zamonaviy kapitalizmda hasad keng tarqalgan, hatto turli shakllarda ko'payib bormoqda. Odam o'z hayotidan nafaqat real achchiqlik tufayli, balki boshqalarga nisbatan hasad tufayli ham norozi bo'lib yashaydi. U boshqalar olishi mumkin bo'lgan narsalarni unga nasib qilmasligi haqida o'ylab qiynaladi. Kapitalizmning quvonchli ilhomlantiruvchi tomonlari Durkheimni ayniqsa tashvishga solgan. Uning fikricha, zamonaviy jamiyat hayotining murakkab va og'irli ekanligini tan olish o'rniga barcha iztiroblarni senda nimadir yetishmayapti degan mazmunda talqin qiladi. Shunday qilib, odamlarga zarur bo'lgan eng oddiy narsani, hamdardlikni bermaydi. Normasiz jamiyatning kengayishi. O'tgan asrlarda an'anaviy jamiyat haqida ko'plab shikoyatlar bo'lgan. Romanlar buni yaxshi tasvirlaydi. Odamlar ko'proq erkinlikka muhtojligini aytishardi. Turli qo'zg'olonlar shuni ko'rsatadiki, jamiyat qoidalari haddan tashqari ko'p edi. Nimani kiyish kerak, yakshanba kuni nima qilish kerak, ayollar qo'lini qaysi qismi ochiq bo'lishi mumkin va hokazo. Romantik isyonlar ortidan kapitalizm bu qoidalarni shafqatsizlarcha buzdi. Kapitalizm kirgan mamlakatlar murakkablashdi, xilma-xillashdi, odamlar esa yanada begonalashdi. Endi odamlar o'zaro kamroq o'xshashliklarga ega edi. Va nikoh, farzand tarbiyasi kabi muhim masalalarda jamiyatning javobi qolmadi. Ular umumiy mavhum tavsiyalar ko'rinishida bo'lib qoldi. Bugungi jamiyatda keng tarqalgan shior "Sizga nima ma'qul bo'lsa, o'shani qiling" bu erkin tuyuladi, lekin aslida bu hech kimga farqi yo'qligini anglatadi. Hayotimizning eng yaxshi lahzalarida biz o'zimizni yuksalayotgandek his qilamiz. Garchi butun dunyo bizning atrofimizda aylanayotgandek tuyulsa-da, ammo aslida Durkheim bilganidek ko'proq vaqt biz charchoq, noaniqlik va yolg'izlikda yashaymiz va bizda murojaat qila oladigan joy qolmaydi.
din o'rnining bo'shab qolishi. Dyurkem o'zi ateist bo'lishiga qaramasdan, u bir narsadan jiddiy xavotirda edi. Agarda din o'z ijtimoiy vazifasini bajarmay qo'ysa nima bo'ladi? Din odamlarni birlashtira oladigan, jamiyatni parchalanib ketayotgan matosini tiklay oladigan kuchga ega edi. U ba'zan cherkovni rolini oshirib yuborgan bo'lishi mumkin, ammo shunga qaramay Dyurkem diniy umumiylik va ma'naviy tasalli inson uchun zarur ekanligini qat'iy ta'kidlagan. Kapitalizm esa buni o'rnini bosadigan hech qanday muqobil taklif bera olmayapti. Davriy jadval qanchalik go'zal bo'lmasin, u jamiyatga ma'naviy tayanch bera olmaydi. Millat va oila ta'sirining zaiflashuvi. 19-asrda Dyurkem millat g'oyasi odamlarni birlashtira olishi mumkin deb o'yladi. Ba'zan bu kuchli bo'lishi mumkin, lekin bu barqaror emas. Milliy faxr diniy birdamlik o'rnini to'liq bosa olmadi. Bir paytlar oiladan bunday rol kutildi, ammo bugun oilani o'zi ham barqarorlik kafolati emas. Bolalar ulg'aygach, ota-onadan uzoqlashadi. Ular birga ishlashni yoki ijtimoiy doiralarim mos kelishini kutishmaydi. Oilamning sha'ni meni qo'limda degan tuyg'u ham yo'qolmoqda. Bugungi kunda na millat, na oila insonga tayanch va tegishlilik hissini kuchli bera olmayapti. Dyurkemning katta savoli. Dyurkem jamiyatni kasalliklarini aniqlashda usta edi. U ko'rsatadiki, kapitalizm shaxsga ulkan bosim yuklaydi. Lekin bu bosimdan qochish ham xavfli, chunki inson ma'naviy tayanchsiz qoladi. Biz hammamiz Dyurkemni merosxo'rlarimiz. U yechimini topishga urinib kelgan savollar bugun ham oldimizda turibdi. Qanday qilib biz qayta birlashish, umumiylik tuyg'usini yaratadigan yangi shakllarni topamiz? Qanday qilib shaxsga tushadigan bosimlarni bir qismini yengillashtiramiz? Erkinlik va birdamlik o'rtasida qanday muvozanat topamiz? Va odam o'z hayotida muvaffaqiyatsizlikka uchraganda o'ziga bunchalik shafqatsiz bo'lmasligi uchun qanday mafkura yaratamiz?